Şinjan televiziyasi İpek Yol Sadası programmasi bilan Karvan Tour kasb-jihatdan hamkorlashgan bo'lib, Karvan Touri tor bekat va undidarni qonunliq tarqitish huquqiga ega. Shu munosabat bilan İpek Yol Sadasining tor va undidar tarqitishiga e'lon qabul qilamiz. Hozirgi internet uchur davrida tor va undidarda necha million qitimdan ortiq ko'rilayotgan kozur programmaga e'lon bermoqchi bo'lsangiz, Karvan Tour bilan aloqalashing. Aloqalash telefon nomeri 0991 288 88 05 13 3 tane 9 3 tane 1 547. Qalbimizga sadoning iliqligi davomlashmoqda. Kim tomoshabin qalbidagi eng yaxshi ovoz? Kim bu sahnadagi eng oxirgi cho'lpon? Assalomu alaykum ekranlardagi ko'rman do'stlar. Ikkinchi qarorliq İpek Yol Sadasi programmasidagi tanlangan mayirlar bilan Karvan Tourimiz yana kelgan holda ziyorat o'rinlashtirdik. Agar bu mazmun qiziqsangiz diqqatingizga davomli qilsang, ekraningizda bo'lsin. İpek Yolu Sadası, sevginin yok çevresi, hoş avazla saynasin. İpek Yolu Sadası, İpek Yolu Sadası, sevginin yok çevresi. Karvan marka işleri. Karvan marka işleri bölümü marka engaldroş, kasbiy marka loyihalash, şirket karxan qurish, buğaltırlıq məsləhətçilik qatarlıq mülazimatlarını becirdi və hər qaysı yerlərdən vakalatçı qabul qıldı. Karvan marka işləri bölümü marka işlərinizdəki ən işençilik orun bo'lib qolğusi. Aloqalash telefon nomeri 400 600 10 55. Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Mening ismim Rasul Qurbonov. Olmut shahridan kelib o'tirman, Qozog'istondan. O'zim 2013-yili san'at maktabini bitirib, mush Urumchiga Shinjan Suvandashi degan o'qish o'rniga keldim, bilimimni oshirish uchun. Bu İpek Yolu Sadasiga qatnashganimning sababi o'zimning talentimni va shu ustozlarimning menga qanday baho beradiganligini bilish uchun keldim. Yani özümden bir armanımdı da bu qatnaş. Sel olduk yaxshi itamdan deb o'ylayman, biroq albatta qozoq naqshini o'rlab kelganingiz inta yaxshi. Men naqshini yaxshi o'rladingiz. Rahmat. Ovozingiz shunchalik yorqin yo'qir ekan, naqshlarni bir taraf qilishlaringiz hammasi xil saviyalik. Biz endi naqshi o'rlashda eng muhimi hissiyot, anandagi naqsh etish texnikasi. Naqsh etish texnikasi degan shu saviya degan so'zda. Shuning naqshni qandoq etish, qandoq o'rlashga bu texniklik o'rlashga jarayon ketadi. Yomon jiq kuch ajr singdiradigan gap o'qish kerak buni. Naqsh etishingizda kasbiy nuqtasi jiqaroq. Qozoqcha naqshgan, ammo agitmirlarimi bor mana naqshnachi. Kuy o'zgaradigan yerlarimi bor. Nihoyat ehtiyot qilmasa, turoqlardan ham hatta ovozliq deseyenmezlik xavfi bor. Sal qiyinlik nuqtasi yuqori naqshga. Yana birisi biz muallimlar bilan anglab o'tiryapmiz. Har taraflarda bo'lyapti. Biroq sizning ovoz doirangizni ko'rib olishimiz uchun bir egizlik kerakdi-da. Keyin bu masalani asos jihatdan hal oldu. Hal bo'ldi. Shunga ovozingizningki doirasimi bor. Andan kuchimi bor bo'lyapti. Andan sizning ehtiyot bilan aytib chiqqan naqshingizdan bizde sizga nisbatan ishonch tug'ildi. Mening tanishim Nurnisa Abbasxon. Jigit qo'rqmaydi ekan, ha? Qozog'istondan kelib, diyorimizda ilm tahsil qilayotgan Uyg'ur yigiti qozoqcha naqshini yuqori saviya bilan o'rinlab berdi. Mana buni beg'ishlash va jur'at qilish ruhi deymiz. Naqshi o'rinlash oson, ammo yaxshi o'rinlash oson emas. Albatta, tas naqshini yaxshi aytish texmi oson emas-da. Nurnisa Abbas xonimni tanishishimning sababi shu ustozimning naqshlarini kichigimdan yaxshi ko'rmanda. O'zim naqshlarni sevib tanishayman. Shunga
Şu ustazın tavırını. Kelishdan burun o'ylab qo'yganmi yo'qmi? O'ylab qo'ygan. Ashnu musabaqasini tanlayman deb. Ha. Shunday o'ylab. Keyingi bosqichda endi ustozlarim qanday talab qo'ysa, shu talabini o'rinlashga men tirishiman. Yeni vosita, yeni moda. Karvan To'ri.